Menga qara. Uyda tekindan non yeb yotaman desang, adashasan. O'sha gap. Mana supurgini olgin-da, mana bu hovlini bir chekkadan supurib chiq. Farosating bormi? Qayerga qarab turyapsan? Yo'qmi bor? Orqangda qolib ketdi. Tez qimilla. Nima qilyapsan, Kavsara? Kelding qani? Assalomu alaykum, yaxshi keldingizmi? Chaqar. Yana bir marta shu bolaga qarsang. Men urmadim. Mendan yaxshilik kutma. Tushundingmi? Shu sovuqda qolish birtirasanmi bolaga? Nima qilibdi? Bu ishlar seni vazifang. Tushundingmi? Tushuntira oldimmi? Siz ham menga oson tutmang. Bitta o'zimga qiyin hamma ishlar. Yordam bermaganingizdan keyin. Shu bolaga qilayotgan zulming uchun qalagacha tirnoq qazosan. Hayotga tarbiyalayapman. Oson ekanmi? Hayotga o'zingni farzandingni tarbiyalaysan. Bu ham meni bolam degandingiz-ku. U ham meni bolam. Lekin sen onalik qila olmayapsan. Balki men onalik qila olmayotgandirman. Olib bering bo'lmasa tog'asiga. Qaramayman. Maktabga olib bor, uyga olib kel, uyda ishini qil. Kosa ovqat qil. Nima zarur menga? Bular hammasi bitta ayol qiladigan ishlar. Odatiy kun yumushlari bo'ladi. Kunimlik yumushlari bo'ladi. Qo'lingdan kelmasa ana katta ko'cha. Nima? Katta ko'cha? Bilasizmi? Hozir gender tengligi deb qo'yibdi. Kerak bo'lsa-chi, bu uyning yarmi meniki, xo'pmi? Sen mana shu uy-joylar, boylik baxt keltiradi deb o'ylaysanmi? Pul bu komfort olib keladi, xo'pmi? Sotsam-chi, shahar markazidan zo'r uchastka olaman, xo'p? Sizni bu qishlog'ingizda tappi yopib, tandir non yopib yashamayman. Yo'q. Mana shu uy-joylar, boylik hammasi seniki. Menga kerak emas. Kechdim sendaqa xotindan. Ket! Ketsang ketaver! Ana yetimchini olib ket! La'natlar. Sen bilan sudda gaplashamiz.